Naq maydondagi mehmonlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Sizlar bugun raqobat sahnasida mahoratini ko'makchi bo'lgan qarindoshlarimizning tayyorligida bizningki yetakchi ustozimiz Erkin Abdullaning yurak qini bo'lib qolmasdan, yana uningga yordamlashgan ayet muhim bir shaxs bor. U bo'lsa-mu Akbar Qahramon. Şuna Akbar Qahramon efendim mana shu Erkin Abdullah efendim tanlab chiqqan 32 nafar mayirning bugundan e'tiboran bu sahnada o'zining iqtidorini namoyon qilib raqobatga tushishida nurg'un ajrlarni singdirdi. O'z-o'zida Akbar Qahramon efendim o'zining tilaklarini shunaqla mayirlarga olib kelgan yaxshi rag'batlari bilan birlikda bu sahnamizga yetib keldi. Undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan Akbar Qahramonni sahnamizga taklif etamiz. Simsim yağmur, simsim yağmur, hıyalında kimle bağlı? Simsim yağmur, simsim yağmur, hıyalında kimle bağlı? Periştemli sen armanını bana kaldı. Periştemli küzisi sen armanını bana kaldı. Yalnız bir kuş, simsim yağmur, simsim yağmur, ötmüşlerdi bergin haber, sana okşaş yasam değmen, yayrım benim süyse Süysen